Assalomu alaykum, Basis dasturiga ishlashni o'rganayotganlar menga o'xshab, bugun rizetka yasashni o'rganib ko'ramiz. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Harakat qilib ko'ramiz. Hozir hamma joy to'lib yotibdi. Instagramgayam, YouTubegayam Basis dasturiga ishlanglar, ishlashni o'rganinglar, hisob-kitob oson bo'ladi, boshqa bo'ladi deb. Hamma joy pulli, lekin men bepul o'rganyapman. Shu YouTubedan tomosha qilib. Mana даже mana bunaqangi polkalar qilingan. Bular nima deydi? Razmerini o'zgartirsangiz ham bo'ladi, misol uchun. Mana buni mana bu razmerini 255 emas, xohlasak 300 qilamiz. Ko'rdingizmi? Ko'tarildi. Bunisini xohlasak 100 qilamiz. Tepadagisi qaytib keldi bakka. Bu ana parallelniy analiz hisob-kitob olinganda ishqilib shunaqa o'rgansak bo'ladi. Mana bu animatsiya qo'yilgan. Mana bu xohlasak eshiklari, xohlasak bu ko'rinishga xohlagan ko'rinishimizga bo'ladi. Xo'p. Короче, biz shu bugun rizetka qilishni harakatini qilamiz. Mana. Ha, boshladik bo'lmasa, qaranglar. Bepul qilyapman-da, men endi o'rganyapman ham o'zim. Shu bugun kunduzgi bir video tomosha qilgandim. Hozir shuni harakat qilib ko'ramiz yasashni. Bu uchun bizga farnitura yasaymiz. Mana berganman rizetkalarni tomosha qilib ko'rgandim. Mana misol uchun mana buni yasaymiz. Приблизительно. Bizga aniqlik kerak emas. Men qayerdandir razmerlarini bir ko'ruvdim. Hozir topolmayapman. Izlashtirib ko'rib razmerlarini aniq bo'lishi shart emas-da. Mana shu razmer ham bizga bo'laveradi. Bizda mana bunaqangi ana qo'yib yasashimiz kerak. Tak. Mana bu учитывать в смете degani bu bazis urishaveradi-da. Men sizga keyin bir ko'rsataman buni. Video davomida qanday qilib ana bo'lishini. Mana buni o'chirib qo'ysak, oxirgi chiqadigan qog'ozlarga bizga rizetkani hisoblamaydi. Bizga uni hisoblash kerak emas-da, bor narsa o'sha adresga. Yasashni boshlaymiz. Mana qarang. Tak. Mana bu materialimiz bo'lgan bo'lsa, 90 tafet, misol uchun mana bu materialimiz bo'lgan bo'lsa, bizga hozir rizetka yasash uchun oddiy material kerak. Oddiy plastik. Stena, laminat, plastik черный, plastik прозрачный. Bronza ham bo'laveradi, xrom ham bo'ladi. Mana seriyada olaylik. Mana ko'ryapsizmi, urishyapti. Bu urushayotganligi mana qalinligini ko'rib kiritmaganman. 1 millimetr ham emas, boshqa emas. Mana shuni urishaveradi-da. Urushsang ham mayli deb olaveramiz. Tak, buni endi bizga yasashimiz uchun qarang.
kerak. Mana shu stenasini boshlaylik. Bunga bizaga yordam chizig'lar kerak. Tak, yordam chizig'lar. Mana bunday qilamiz, o'rtasiga bitta. O'rtasidan men bu o'yinga qaradim, qaysidir rezetga 82 millimetr ekanda. Bunisi tepaga 41 millimetr qilamiz. Pastga ham 41 millimetr qilamiz. Endi bunaqangisini rezetkani boshini 3 millimetr qilsak to'g'ri joyini, keyingisini 12 millimetr ko'rdim men. Shunday qilamiz. Endi bizaga bunga chizib olishimiz kerak. Bizaga mana qarang, misol uchun to'g'ri to'rtburchakni olamiz. Mana bu bilan chizsak ham bo'ladi. Mana bu bilan chizsak ham bo'ladi. Bu bilan chizsak ham bo'ladi. Endi bu bari ish qurollarimizda bizani hozir. Mana qarang, men bu bilan ko'rsataman hozir birinchisi. Boshlasak, ko'ryapsizmi qanaqa? To'g'ri chizak, 3 ta tochka bilan bunisi yana nimadir, bunisi yonmayapti endi. Qarang, boshlaydigan bo'lsak, bunday qilsak bo'ladi. Mana Ctrl bosamiz. Mana chiziq. Bak, olib kelamiz. Mana bu chiziq, mana bu chiziq. Mana bu chiziq. Bunday qilishdi. Ko'ryapsizmi? Bunaqa qilishni boshladi. Tak, bizaga hozir bu mana bu narsa paydo bo'lib qoldi menga. Endi kamerani pasaytiraylik. Hozir boshqachasini ko'rsataman sizga, qarang. Endi bunaqilarim o'chib ketdi-da mani. O'zim ham unchalik yaxshi bilmaganim uchun mana shunaqa bosh og'riq bo'ladi. Qarang, hozir o'rtasiga bitta qo'yamiz. 41 dedim men. 41 tepaga qaratib yetkazamiz. Bag'i 41 bag'i qarab. Bunaqangisini 3 qiluvdim. Yana bittasini 12 qiluvdim. Ikkinchisi qarang. Mana to'g'ri to'rtburchak. Mana bunday olsak, mana o'rtasi bilan deyapti. Bizga mana ikkita tochkali kerak. Mana buni bunday qilamiz. Mana bu tochka. Mana bu tochka. Bunday qilsak, mana o'g'ilib buzaveradi, ko'ryapsizmi? Mana o'g'ilib yozib qo'yibdi. Bizga bu yerga 0 qo'yamiz. 0 enter. Tayyor. Mana buni endi udalить qilamiz. Chizamiz. Chizamiz, o'chdi. Qayergadir qalin yubka degan joyi bor edi mana. Svetlini. Mayli, Svetlini deyapti. Mana bu bilan ishlashni o'rganing. Endi bizga qiyshiq mana bu kerak. Biz hozir to'g'ri chiziq, bunday chiziq qilib, mana bu aylanalar bilan burchaklarni aylana qilib olsak ham bo'ladi. Mana bu ham bor, oson mana. 3 taga 4 ta, 3 ta tochka bilan qiyshiqlikni olib beradi. Mana boshladik. Ctrl bilan mana burchak bu chiziqni qo'yamiz. Bunisiga qo'yamiz. Bunisiga qo'yamiz. Tayyor. Ko'rdingizmi? Minit kamandi. Endi qarang, mana udalить qilib tayyorlaylik biz. Endi
ertaroq udalak tayyorlayvordik-yu, endi bu matematik geometriya tiliga parallelepiped deydimi buni? Shunaqa bo'lsa kerakda. Buni endi mana siqib chiqarishdi qarang. To'g'ri qilib olaylik-da. Mana siqib chiqarishdi. Выдавливание deydida. Bizani o'zbek tilimizga siqib chiqarish. Mana hozir bizaga rozetkani sal bir tomoni ko'rindi mana. Endi qarang biza nima qilamiz. Endi biza yana bitta chiziq qilamiz. Bu chizig'imiz yana bitta o'rtasini hisoblaymiz endi. Tak, tayyor. Yana buni bosamizda mana bu arkasini olamiz. Endi bu o'rtadan mana rozetkani ichini qaragandim. 58 ham bor ekan, 51 ham bor ekan. Korоче 51 qilamiz. Bizaga yana ish qurollarimizdan to'g'ri burchak bo'ladi. Endi to'g'ri burchakda mana qarang. O'rtasidagi tochkani qo'yib olamiz. Bunisiga olamizda. Bunday qilaylik. Mana Ctrl bosamiz. O'rtasini berdi. Endi bunday qilib tortsak mana katta bo'lib ketaveradi. Biza mana qabrdan razmer ham qo'ysak bo'ladi. 51 Ctrl 51 Ctrl uglimiz 0 Ctrl. Tayyor. Закончить построение. Endi выдавливание. Mana siqib chiqarish. Buni ham tekislab qo'yaylik-da. Bunday qilamiz-da. Tekislab qo'ydik. Tayyor. Tayyor. Endi qarang. Mana bizaga nima bo'ldi? Ko'rinishi. Bu narsalarni boshqa narsalarga ham ishlatsak bo'ladi-da. Misol uchun mana tepasiga bizaga nima deydi? Endi mebel tepasiga karnizi bo'lar-ku, qoshi bir chiroyli. O'shanaqa narsalarga ham ishlatsak bo'ladi, boshqa ham qilsak bo'ladi. Tak, yana bitta narsa. Endi mana buni redakировать. Redakировать Ctrl. Tak. Bizaga o'rtaga tegishi kerak. O'rtalik buni. Mana buni bo'yini bir qaraganimga 38 bo'ldi diametri. 38 qilaylik. Закончить редактирование. Endi qarang qanday bo'lib qoldi. Hozir ko'rinishi shu turish prosta mana buni qanday qilib mana qo'ysak bo'ladi. Qarang, yana bitta anamiz bor. Nima deydi? Ishqorot mana ana bu narsa. Bosamiz. Pastga yozyapti. Укажите тело, которое останется. Qolib ketayotgan ana uni ko'rsating deyapti. Mana. Endi aytyapti, укажите вычислимое тело. Yo'q bo'layotganini ko'rsating deyapti. Ikkavini ham ko'rsatyapti-ku. Tak. Otmeni qilaylik-da. Otmeni ham bosaylik. Endi qarang, to'xtang. Buni bunday qilamiz. Mana hozir skrit. O'sha belgilanganini yoshirib turaylik.
Ne qilamiz-da? Yo'q, to'xtang, adashdik. Bunisini. Остановить bunisini. Skrit выделенный. Toza yo'q bo'lib qolyapti-ku bu. Tak. Qanday qilib sani yo'q qilsa ekan? Hozir ko'raylikmi? Nima deydi? Yo'q bo'lib qolgan. Tak, buni bosamiz. Buni bossak. Buni bosib turamiz, qilib ko'ramiz hozir. Ana bu укажите тело, которое останется. Bu qoladi. Укажите. Bu. Tak. Bunday qilsak, bu teshik bo'lib qoladi. Bunday qilsak, qarang, nima bo'lib qolyapti. Nimagaki orqasidagi lo'nda kattani biza вообще katta anaqadan olib boryapmiz-da. To'xtang. Istoriyaga qaytamiz. Mana qaytaylik-da. Mana shu toshga tursin. Bo'lmasa buni hozir boshqa qilamiz. Qiziq. Biza yasagan paytimiz mana bu narsani mana bundan olib kelyapmiz-da. O'rtasidan teshgan paytimiz mana buniki ham bor-da. Buni o'rtasini birinchi yo'q qilmagan deydi. Bu uchun nima qilsak bo'ladi? Ne qilamiz-da? Kopiramiz. Tak, buni qanday qilib kopirib qilsak bo'ladi? Kopirib, точка. Ставить. Ana. Atlantika manda 3 ta bo'ldi. Endi nima qilamiz? Tak. Qo'laylik. Buni skrit выделенный. Endi teshamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Endi mana bu instrumentni yana bir ishlatamiz. Bu qoladi. Bu qoladi. Ho'pa.
Mana teshigimiz tayyor. Teshildi. Endi qarang, mana akini pastanaga qilamiz. Hoppa keldi. Endi buni redaktorga qilamiz. Redaktor Ctrl quruq qo'yaylik. O'rtadagisi bilan 38. Закончить редактирование. Ana biza xohlagan narsa bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Tak, bu arkasini mana bunday qilsak, keyin bizga displayga teshik qoldirishi mumkin, agar displayga qo'yib olmasak. Tak, bizga displayga qoldirish kerak emas. Qani. Shunday. Mana to'g'ri bo'ldi endi. Ishimiz to'g'ri bo'lyapti. Tak, bunday qilamiz. Ko'ryapsizmi, qanchalik bosh og'riq. Yana mana buni qilamiz. Arkasini olamiz. Yana mana buni qilamiz. To'g'ri o'rtasidan qilamizda, diametrini 32 qilamiz, 38 qilamiz. 38 qilganda xuddi shunday. Teper qarang. Mana bu teshikchalarni ham qilib olaylik-da. Bizga to'g'ri chiziq kerak. Mana babka. Bag'i приблизительно mashallah bo'lsin-da. 9 qilaylik. 9,5 qilaylik. 9 o'ndan 5 shakka bo'lsin. Bag'i ham 9 o'ndan 5. Shunday bo'lsin. Endi bunaqa deymi? Qasddan qo'yaylik. Mana shunday qilsak, mana teshikchasi ular kichkina. Belga kerak, shunaqa qilib olaylik debman-da. Bunday qilamiz-da. 5 millimetr qilsak ham bo'ladi. Bag'iga 5 millimetr qilsak ham bo'ladi. Mana endi parallelniligini udalik qilsak, закончить. Endi biz buni chiqarib olishimiz kerak. Shunga tursak ham, shundakkina tursak ham bo'ladi. Mana shu oxiri esimdan chiqib ketyapti. Tak. Qanday bo'ldi? Hoppa. To'g'ri bo'ldimi? Mana. Mana. Mana bizga rezetka tayyor desa ham bo'ladi. Mana qanday bo'ldi? Og'aynilar, mana bizning rezetkamiz.
bitta kamchiliklari bor, lekin bo'ladi-da. Tak, endi buni qaraymiz, saqlanib qilishimiz kerak. Buni saqlanib qilish uchun gabaritni ramka skrit qilamiz. Gabaritni ramkasi kerak emas. Mana bunday chiroyligina bo'lib ko'rinib turibdi. Izlaylar, parametr izlaylar. Учитывать qilmaganmiz, yaxshi. Endi biz buni saqlanib qilishimiz kerak-da. Saqlanib qilayotgan bo'lsak, pozitsiya urishmasligi uchun buni baza bilan ulab qo'yishimiz kerak. Mana bu yerdan kiramizda elektrik turibdi, mana o'zi bitta mana shunga ulab qo'yamiz. Okey, endi qarang. Men buni hozir qayerga saqlanib bo'lishini ham bilmayman-da. Tak. Saqlanib bo'lsaylik, nima deydi? Mandan so'rayapti. Bu yaxshi. Mana farqni to'g'ri. Elektrika, resetka, o'chirga. Saqlan. Nima deyapti ошибкamiz? Пересечение объект. Mayli, ishing emasmi? Mana onamizni anavundan so'rayapti-da. Площадной material deyapti. Mana shkafni bir joyga qo'yib bo'lsak. Qaranglar. Buni mana bu yerdan topsak ham bo'ladi. Bosamiz, mana elektrika, resetka mana turibdi bitta. Hozircha bitta yasadik. Keyin ikkitali qilsak bo'ladi, uchtali, to'rttali qilsak bo'ladi. Yoniga выключатель qilsak bo'ladi. Tak. Keyin mana bu yerdan ham kirsak bo'ladi. Установка фурнитура deyapti. Bu yerdan shunday bosasiz. Mana bosdik, ko'rsat deyapti. Mana qilib qo'yamiz. Yonboshdan ko'rsatmasak bo'ladi. Shu yonboshdan. Shunday. Mana achaga qo'yib qo'yaylik. Mana vizitkamiz bor. Turibdi. Misol uchun yonboshda mana ko'rinib turadi. Ikkinchi qo'yishimiz arkasiga qo'yib qo'yaylik. Mana bog'dan topamiz endi. Mana yerga kiramiz. Fragmenты. Схема форматура. Параметрическая. Kiramiz. Metli. Yo'q. Создать. Нет. Визуальная. Mana bog'dan моя фурнитура. Elektrika. Rezetka. Mana rezetka. Okey. Adax pishib boshqaroq. Mana qo'yamiz. Mana anchaqa tursin deylik. Bir xil Wi-Fi'da o'rnatamiz. Mana yoqqa tursin deylik. Tagidan yana bitta kelaversa. Mana yoqqa tursin deylik. Закончить. Mana rezetkalar qo'yilgan. Qo'yganimizda ichiga turibdi. Hayda, HDFga. Mana shunaqa qo'yildi. Ishqilib. Hammaga kattakon rahmat. Juda uzun bo'lib ketdi videomiz.
o'rgansak bo'ladi. O'zimiz asta-asta xohlagan narsalarimizni yasab o'rgansak bo'ladi. Mana misol uchun man shularniyam mani o'zim yasaganman. Mana bunisini mana bunga bossangiz, mana hechdan bo'lmay ko'ryapsizmi? Bunisiga bossangiz ham shunday. Mana bunga misol uchun mana buni bossangiz, mana ko'ryapsizmi? Quruq fasadni o'zi mana bo'lyapti. Mana bunisini bossangiz, mana blok. Mana yerga animatsiyasi ham qo'yilgan deydi. Agar buni bunday bossangiz, mana ochadi. Animatsiyasi kiritilgan. Animatsiyaga mana ular bilan birga chiqyapti. Bularni ham yaxshilab kelishtirib animatsiyasini ishlatsak bo'ladi. Misol uchun ko'rsatish uchun tozalik yaxshi ishlash kerak bo'lsa, ishlatsa bo'ladi hamma narsani. Eshiklariga